Assalomu alaykum. Biz viloyat hokimimizga murojaat qilmoqchimiz. Asaka tumanidagi Saidobod mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida yashaymiz. Qishlog'imizning nomi Chorbog'. Bu qishloqda 1,5 mingga yaqin aholi yashaydi. Maktabimiz bor, bog'chalarimiz bor, lekin hozirgi kunda shu abgor ahvolda, yo'llarimiz juda abgor ahvolda. Bu yo'llar 66-yili qisman asfalt qilingan qishloq izlari. Keyinchalik bu uzoq yillar davomida yo'llar buzilib ketdi. Aholi qo'lidan kelganicha o'zlaricha ta'mirlashga urinishadi, lekin natija chiqmaydi. Yonimizda ikkinchi o'rta ta'lim maktabi bor. Bu maktab ham 66-yilda qurilgan. Shu yo'ldosh binolari bir-biriga juftlab, yangi qurilayotgan g'ishtin binolari bir-biriga juftlab, o'sha vaqtda 220 o'rinli maktab qurilgan. Lekin bugungi kunda u maktab talabga javob bermaydi. Nihoyatda kichkina. Bolalar 3 smenada o'qishga majbur bo'lishyapti. Undan tashqari yo'llarimiz, mana qo'shni mahallalarda maktabga bolalar qatnaydi. Maktabimizda 600 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. Bularda teng yarmi 300 dan oshig'i 6-GES mahallasidan, Xo'ja mahalladan shu maktabga qatnashadi. Oradagi masofa 1 kilometrdan oshiq. Lekin bu yo'l nihoyatda abgor ahvolda. Qishda loy, yozda chang, bu yerdan juda ko'p avtomobillar qatnaydi. Yon atrofimizdagi gaz zapravkalarga juda ko'p avtomobillar qatnaydi. Xavf xatarli, trotuar yo'q yo'lda. Bolalar mana shu yo'ldan qatnashadi. Keyingi vaqtda ota-onalar nihoyatda qattiq qiynalishyapti. Sababi olib berilgan qimmatbaho tufli yoki bo'lmasa etikchalar shu bir hafta 10 kunda yirtilyapti. Sababi bir kunda ular 2 marta o'shalar yuviladi. Maktabga kelganda bir yuvishadi, maktabdan uyga borganda bir yuvishadi. Hammalari dod deyishyapti. Yo'limizni o'nglamasak bo'lmaydi, hurmatli hokim. Bu to'g'risida murojaat qildinglarmi hokimga? Bu to'g'risida bundan dekabr oyining oxirlarida o'zimizni tuman hokimligiga ariza, murojaatnoma, bundan tashqari suratlarda olib chiqqanmiz. Bundan nimani rayonda obodonlashtirish bo'limining boshlig'i ham xabardor. Bundan hokim yordamchilari ham xabardor. Amaliy chora ko'ramiz deb va'da berishgan, lekin hozirgacha chora bo'lmadi. Biz mana shu yerda yig'ilib turgan fuqarolar iltimos qilamiz. Bizga ham bir e'tibor beringlar. Yo'llar, mana yangi mahallalar qurilgan. Yangi mahallalarga elektr tushirishgan odamlar stolbalardan, simyog'ochlarda, keraklardan yasashib, bir-biriga o'tkazishib elektrlarda o'zlari amaliy chora qilishib yashashyapti. Bularning ko'chalari ham ana shunday abgor ahvolda. Ularga ham o'zlari eplab shag'al to'kishib, sal yuradigan holatga keltirilgan. Imkoni bo'lsa, bizni mana shu MFYga ham, mahalla fuqarolar yig'iniga ham e'tibor berilsa, yo'llarimiz ravon bo'lsa, asfaltlansa, hech bo'lmaganda yaxshi qilib shag'allab, odamda oyog'i loy bo'lmaydigan holatga keltirib berilsa, nur ustiga nur bo'lardi. Shuni iltimos qilib qolamiz.